Yangi mavzu reaksiya unumi. Ushbu mavzuga doir demak savollarimizni birin-ketin ko'rib o'tamiz. Birinchi savol. 336 gram demak magniy karbonat parchalanganda reaksiya unumi 20%, qancha litr normal sharoitda gaz ajraladi? Xo'p, dastlab magniy karbonatni parchalaymiz. Magniy karbonat parchalansa, magniy oksidiga hamda karbonat angidrid gaziga parchalanadi. Reaksiyamiz teng. Magniy karbonatni demak 84 grami parchalanganda bizda 22,4 litr, ya'ni 1 mol gaz ajralar ekan. Bizda masala shartimizda qancha massa berilgan? 336 gram. 336 gram parchalanganda qancha gaz ajraladi? 89,6 litr. Bizda reaksiya unumi 100% bo'lganda 89,6 litr gaz ajralar ekan, ya'ni magniy karbonatning 100% hamma qismi parchalansa. Lekin bizda reaksiya unumi 20% deyilgan. Demak 8,96 litr gazimizni 100% unum bilan ola olsak, 20% unum bilan qancha gaz olishimiz mumkin bo'lardi desak, 17,92 litr gaz. Demak, to'g'ri variantimiz D varianti. Xo'p, ikkinchi savol. 632 gram kaliy permanganat parchalanganda, demak reaksiya unumimiz bunda 632 gram kaliy permanganat, reaksiya unumi 20% bo'lganda normal sharoitda qancha gaz ajralib chiqadi? Xo'p, kaliy permanganat parchalaymiz. Kaliy manganat, marganez to'roksidi hamda kislorod gazi. Reaksiyani tenglashtirish uchun kaliy permanganat koeffitsiyenti 2 qo'yaman. Xo'p, kaliy permanganatning massasi 316 gram. 316 gram parchalanganda normal sharoitda bizda 1 litrimiz, 1 molimiz 22,4 litr. Demak, kislorod 22,4 litr ajralgan. Bizga 632 gram berilgan masala shartimizda mana shu 632 gram 100% unum bilan, ya'ni magniy kaliy permanganatni 100% qismi parchalanganda qancha gaz hosil bo'lardi? 44,8 litr. 44,8 litrimiz reaksiya unumi qancha bo'lganda hosil bo'ldi? 100% bo'lganda. Biz 20% reaksiya unumimiz 8,96 litr. Demak, to'g'ri variantimiz B varianti 8,96 litr. Savol. 200 gram bertoliy tuzi parchalanganda 3,36 litr, demak normal sharoitda gaz ajraldi. Demak, qanchadan? 200 gram bertoliy tuzidan. Demak, reaksiya unumini foizda aniqlang. Xo'p, bertoliy tuzi kaliy xlor O3. Parchalaydigan bo'lsak, kaliy xlorid hamda kislorod gaziga ajraladi. Reaksiyani tenglashtiramiz. Kaliy xlorid oldiga 2 qo'yamiz, kislorod oldiga 3, kaliy bertoliy tuzi oldiga ham 2, kaliy xloridga ham 2. Xo'p, reaksiyamiz mana shu joyda tenglashdi. Endi bertoliy tuzini 2 molni massasini topamiz. Ya'ni 35,5 gram xlor qo'shilgan 48 gram kislorod qo'shilgan 39 gram kaliy. 122,5. Buni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam, 245 gramni tashkil qilmoqda. Demak, 245 gram bertoliy tuzi parchalanganda bizda qancha gaz ajralayapti? 3 mol. Ya'ni 3 molni 22,4 ga ko'paytiradigan bo'lsam, 67,2 litr hosil bo'lar ekan. 67,2 litr. Bizda 200 gram berilgan. 200 gramidan qancha? Demak, 67,2 ni ko'paytiramiz 200 ga, bo'lamiz 245 ga. Demak, 54,85 litr. 54,85 litr. 54,85 litrimiz reaksiyonimiz qancha bo'lganda hosil bo'ldi? 100% bo'lganda. Ya'ni 54,85 litrimiz unum 100% bo'lganda hosil bo'ldi. Bizda 3,36 litr hosil bo'lgan. Bu reaksiya unumi qancha bo'lganda hosil bo'ladi? Demak, 3,36 ni ko'paytiramiz 100 ga, bo'lamiz 54,85 ga. 6,125. 6,125%.
Demak, to'g'ri variant A variant. Demak, 6,125 unum demak foizda bo'lgan. Xo'p, keyingi savol. 480 gram piritdan 20% unum bilan qancha mol sulfat kislota olish mumkin? Xo'p, pirit temir S2. Dastlab piritni yoqamiz. Nima hosil bo'ladi? Temir 2O3 hamda SO2. Hosil bo'lgan SO2 oksidlanadi hamda SO3 ni hosil qiladi. Mana shu SO3 suv bilan reaksiyaga kirishib sulfat kislotani hosil qiladi. H2 SO4. Demak, reaksiyamizni piritdan sulfat kislota olishni mexanizmi, ya'ni 3 bosqichda boradi. Endi reaksiyani tenglashtiradigan bo'lsak, hop, temirni oldiga 2, oltin gurtni oldiga 4, kislorodga 5,5. Hop, SO2 da bu yerda 2 qo'yamiz. 2 qo'yamiz, reaksiyamiz tenglashadi. Bu yerda reaksiyamiz teng. Endi qaraydigan bo'lsak, bizda 2 mol piritdan qancha hosil bo'lyapti SO2? 4 mol, ya'ni 2 barobar katta. Va o'sha 4 mol SO2 dan yana xuddi 4 mol SO3. 4 mol SO3 dan yana 4 mol sulfat kislota. Demak, qisqacha qilib temir S2 dan sulfat kislota olamiz. Ya'ni 1 molidan 2 mol. Ya'ni piritni 120 grammidan sulfat kislota olinmoqda bo'lsa, ya'ni 2 mol bizda berilgan 480 gram. Necha mol olinadi? 4 barobar katta, demak 8 mol. 8 mol sulfat kislota olinardi. Reaksionimiz qancha bo'lganda? Reaksionimi 20% bo'lganda. Xo'p, endi 8 mol 100% unumda olindi. Bizda qanchada olinish kerak? 20% da. Demak, 8 ni bo'lishimiz kerak bo'lar ekan 5 ga. 1,6 mol. Demak, to'g'ri variantimiz A variant. 5-savol. Kalsiy karbonatning 1/2 qismi parchalanganda 11,2 litr normal sharoitda gaz ajraldi. Reaksiya uchun olingan kalsiy karbonatning massasini grammda aniqlang. Hop. Kalsiy karbonat parchalanadigan bo'lsa, kalsiy oksidi hamda karbonat angidrid gaziga ajraladi. Hop, endi 1/2 qismi degani demak 50%. 11,2 litr gaz ajralgan bo'lsa, 50% dan 100% dan qancha ajraladi? 22,4 litr. 22,4 litr ajraladigan bo'lsa, 100 gram kalsiy karbonatdan ajraladigan karbonat angidridning miqdori 22,4 litr. Bizda ham bu mana shuncha 22,4 litr qancha kalsiy karbonatdan parchalanadi deydigan bo'lsak, 100 gramdan parchalanadi degan javob bo'ladi. Demak, A variantimiz to'g'ri. Hop, keyingi savolimiz. Kaliy permanganat 30% unum bilan parchalanganda 0,6 mol gaz ajralgan bo'lsa, reaksiya uchun olingan kaliy permanganat massasini grammda aniqlang. Hop, kaliy permanganat parchalansa, kaliy manganat marganez 4 oksidi hamda kislorod gazi ajraladi. 2 mol kaliy permanganatdan. Hop, 0,6 mol gaz ajraladigan bo'lsa, qancha unum bilan? 30% unumda. 100% unumda qancha ajralgan bo'lardi? Demak, 0,6 ni ko'paytiramizda 100 ga, bo'lamiz 30 ga. 2 mol. Demak, kaliy permanganatni 316 grammidan ajraladigan gaz miqdori 1 molni tashkil qiladi. Bizda 2 mol ajralgan. Qancha massasidan? Demak, 632 grammidan. To'g'ri variantimiz D variant, 632 gram. 7-savol. Kalsiy karbonat parchalanganda 11,2 litr normal sharoitdagi gaz ajraldi.
Xo'p, reaksiya uchun olingan kalsiy karbonat massasini grammda aniqlang. Unumimiz 50%. Xo'p, kalsiy karbonatni dastlab parchalab olamiz demak. Kalsiy karbonat, kalsiy oksidi hamda karbonat angidrid gazi. 100 grammi parchalanganda kalsiy karbonatni 22,4 litr gaz ajralardi. Bizda 11,2 litr gaz ajralgan. Reaksiya unumi qancha bo'lganda? 0,5 ya'ni 50% bo'lganda. Reaksiya unumi 100% bo'lganda qancha ajralardi? 22,4 litr. Demak 22,4 da qancha deb topadigan bo'lsak, yana 100 gram hosil bo'ldi. Demak, A variantimiz to'g'ri. Keyingi holatda 60% unum bilan 200 gram kalsiy karbonat qancha gram, demak, kalsiy oksid olish mumkin? Xo'p, 60% unum bilan 200 gram kalsiy karbonatdan qancha kalsiy oksid olishimiz mumkin? Xo'p. Kalsiy oksidi hamda karbonat angidrid gazi. Xo'p, 100 gram kalsiy karbonat parchalanganda 56 gram kalsiy oksid hosil bo'ladi. Bu reaksiya unumi 100% bo'lganda. Xo'p, endi bizga 200 gram berilgan. 200 gramdan qancha olishimiz mumkin? 112 gram. 112 gram olishimiz mumkin edi. Reaksiya unumimiz 100% bo'lganda. Bizda unum 60%. Demak, 112 ni ko'paytiramiz 60 ga, bo'lamiz 100 ga. 67,2. Demak, 67,2 gram olishimiz mumkin ekan kalsiy oksid. 9-savol. 2 mol piritdan 6,125% unum bilan qancha gram sulfat kislota olish mumkin? 2 mol pirit 6,25% unumda. Xo'p, piritdan temir S2 dan qisqacha reaksiyasini demak ko'rib o'tgandik, 2 mol sulfat kislota olish mumkin. Xo'p, 1 molidan 196 gram olishimiz mumkin edi. Biz 2 mol. Demak, 196 ni ko'paytiramiz 2 ga. 392 gram. 392 gramni olishimiz mumkin edi. Agarda reaksiya unumi qancha bo'lganda? 100% bo'lganda. Bizda 6,25% qancha sulfat kislota olishimiz mumkin? Demak, 392 ni ko'paytiramiz 6,25 ga, bo'lamiz 100 ga. 24,5 gram. Demak, A variantimiz to'g'ri. Keyingi savol, 24,5 gram bertoliy tuzining 3 dan 1 qismi parchalanganda qancha mol gaz ajraladi? Bertoliy tuzi kaliy xlor O3. Parchalaydigan bo'lsak, kaliy xlorid hamda kislorod. Reaksiyani tenglashtiramiz. Hop, 245 gramidan olinishi mumkin edi. Qancha? 3 mol gaz, ya'ni kislorod gazi. Mol. Bizda 24,5 gram berilgan. Bu umumiy 3 qism bo'shani 1 qismi parchalanganda, ya'ni 3 dan 1 qismi parchalansa qancha gaz olishimiz mumkin bo'lar ekan? 24,5 ni bo'lamiz 3 ga. 8,17. 8,17 ni demak ko'paytiramiz yana 3 ga. Bo'lamiz yana 245 ga. Demak, hosil bo'ladi yana 0,1 mol. Demak, A variantimiz to'g'ri. 11-savol. Kalsiy karbonatning 8 dan 1 qismi demak parchalanganda 11,2 litr normal sharoitda gaz ajraldi. Reaksiya uchun olingan kalsiy karbonat massasini grammda aniqlang. Xo'p. Kalsiy karbonat
parchalanadigan bo'lsa, kalsiy oksidi hamda karbonat angidrid gaziga parchalanadi. Xo'p, 100 gram kalsiy karbonat parchalanganda bizga ajraladigan gaz miqdori 22,4 litr, ya'ni 1 mol kislorod ajraladi. Karbonat angidrid ajraladi, ya'ni 22,4 litr. Bizda umumiy 8 qismi, demak 8 dan 1 qismi parchalanganda olinayotgan gaz 11,2 ekan. Demak 11,2 litr. Umumiy jami qancha bo'lgan? Demak 11,12 ni ko'paytiramiz 8 ga. 89,16 litr. Demak 89,16 litr gaz ajralishi uchun qancha kalsiy karbonat parchalangan bo'lishi kerak? Demak 400 gram. To'g'ri variantimiz D variant. Xo'p, 12-chi savol. 420 gram magniy karbonat parchalanganda 89,6 litr normal sharoitdagi gaz ajraldi. Demak 420 gramidan 89,6 litr gaz ajralgan bo'lsa, reaksiya o'limini foizda aniqlang. Xo'p, magniy karbonat parchalansa, magniy oksidi hamda karbonat angidrid gazi 84 gramidan ajraladigan gaz miqdorimiz, ya'ni hajmi 22,4 litr. Xo'p, endi bizda 420 gram parchalangan. Qancha gaz ajraladi? Demak, 420 ni ko'paytiramiz. 22,4 ga bo'lamiz 84 ga. 112 litr. Xo'p, 112 litr olinish kerak edi. 112 litr olinish kerak edi, reaksiya unumi 100% bo'lganda. Bizda 89,6 litr olingan. Reaksiya unumi qanchada olingan? Demak 89,6 ni ko'paytiramiz 100 ga, bo'lamiz 112 ga. 80%. Demak, to'g'ri variantimiz D variant. 13-savol. 31,6 gram kaliy permanganat parchalanganda 1,12 litr gaz ajralgan bo'lsa, reaksiya unumini toping. Xo'p, 31,6 gram kaliy permanganat hamda hosil bo'lgan 1,12 litr normal sharoitdagi gaz. Reaksiya unumini aniqlashimiz kerak. Kaliy permanganatni parchalaymiz. Kaliy marganez O4 parchalaydigan bo'lsak, demak kaliy manganat marganez 4 oksidi hamda kislorod gazi. Reaksiyani tenglashtiramiz. 316 gramidan, demak hosil bo'ladigan gazni hajmi 1 mol, ya'ni 22,4 litr hisoblanadi. 22,4 litr. Bizda 31,6 gram kaliy permanganat parchalangan. Qancha hosil bo'ldi reaksiya unumi 100% bo'lganda? 2,24 litr. 2,24 litrimiz reaksiya unumimiz 100% bo'lganda hosil bo'ladi. Bizda 1,12 litr hosil bo'libdi. Reaksiya unumi qancha? 50%. Demak, B variantimiz to'g'ri. Keyingi savol. 79 gram kaliy permanganat 80% unum bilan parchalansa, qancha gram qattiq qoldiq qoladi? Xo'p, e'tibor beramiz. Kaliy permanganat parchalanmoqda. Kaliy manganat marganez 4 oksidi hamda kislorodga. Xo'p, 316 grami parchalansa, qattiq qoldiq kaliy manganat hamda marganez 4 oksidi. Endi 316 gramidan kaliy manganat qancha hosil bo'ladi va marganez 4 oksidlari necha gramdan hosil bo'ladi bizda? Demak, buni hisoblab ko'ramiz. Kaliyning massasi 78 qo'shilgan 55 qo'shilgan 64. 197 gram. Marganez 4 oksidi 55 ga qo'shamiz 32 ni 87 gram. Endi bizda 79 gram modda parchalanmoqda. 79 gram moddamiz 100% unum bo'lganda qancha parchalanadi? Demak, 79 ni ko'paytiramiz
197 ga bo'lamiz 316 ga. 49 u 25. Xo'p, 79 ni ko'paytiramiz 87 ga va bo'lamiz 316 ga. 21.75. Bular demak reaksionimiz 100% bo'lganda. Endi 49.25 gram moddamiz reaksionimiz 100% bo'lganda, 80% bo'lganda qancha? Va 21.75 miz ham reaksionimiz 100% bo'lganda, 80% bo'lganda qancha? Demak, 21.75 ni ko'paytiramiz 0.8 ga. 17.4. 49.25 ni ko'paytiramiz 0.8 ga. 39.4. Endi ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, qoldiq qolgan. Alikimizda parchalanmay qolgan kaliy permanganat ham bor. Demak, bu 79 gram umumiy 100% edi. 80% parchalandi, qoldiq sifatida 20% qoldi. Qancha? Demak, 20 ni ko'paytiramiz 79 ga. Bo'lamiz 100 ga. 15.8. Demak, 15.8 ga qo'shamiz bu yerdagi 39.4 gramni hamda qo'shamiz 17.4 gramni. Va bizda umumiy miqdor kelib chiqadi. Demak, 39.4 ni qo'shamiz, 17.4 ni qo'shamiz, 15.8 ni qo'shamiz. Bular qattiq qoldiq. Bu yerdagi qattiq qoldiqlar kaliy manganat hamda marganez 4 oksidlari. Mana bular. Bizda parchalanmay qolgan kaliy permanganat ham qattiq qoldiq sifatida qolib ketadi. Demak, umumiy holatda yig'adigan bo'lsak buni, demak, bizda qattiq qoldiqning umumiy massasi kelib chiqadi. Demak, yig'adigan bo'lsak 72.6 gram hosil bo'ldi. Demak, C variantimiz to'g'ri. 15-savol. 400 gram kalsiy karbonat parchalanganda 0.8 mol gaz ajralgan bo'lsa, reaksion unumini foizda aniqlang. Xo'p, kalsiy karbonat parchalanadi kalsiy oksidi hamda karbonat angidrid gaziga. Xo'p, endi bizda 100 gram reaksiyamiz teng 100 gram kalsiy karbonat parchalanganda hosil bo'ladigan gazning miqdori 1 mol. Bizda 400 gram parchalangan. 400 gram bo'ladigan bo'lsa, bu 4 mol hosil bo'lishi kerak. Endi bizda 4 molimiz hosil bo'lardi, reaksiya unumimiz 100% bo'lganda. Alikimizda 0.8 mol hosil bo'lgan. Reaksiya unumi necha foiz? 0.8 ni ko'paytirib 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 20% kelib chiqar ekan. Demak, A variantimiz to'g'ri. Keyingi savol. 245 gram bertoli tuzi parchalanganda katalizator qo'shildi. Bunda 13.44 litr gaz ajralgan bo'lsa, katalitik parchalanish unumini aniqlang. Bertoli tuzi kaliy xlor O3 parchalanadi kaliy xlorid hamda kislorodga. Reaksiyani tenglashtiramiz 2 2 3. Xo'p, endi 2 moli 245 gram. 245 gram parchalanganda bizda 3 mol gaz hosil bo'lardi. Demak, 3 molimiz 22.4 ni ko'paytiramiz 3 ga 67.2. litrda. Bizda ham 245 berilgan. 67.2 litr hosil bo'ladi. 67.2 litr gaz qancha unum bilan hosil bo'ldi? Reaksiya unumimiz 100% bo'lganda. Bizda 13.44 litr hosil bo'lgan. Reaksiya unumi necha foiz bo'lgan? 13.44 ni ko'paytiramiz 100 ga. Natijani bo'lamiz 67.2 ga. 20%. B variant to'g'ri. 17-savol. 632 gram kaliy permanganat 25% unum bilan parchalansa,
qancha gaz ajraladi? Demak, normal sharoitda 632 gram kaliy permanganat 25% unumda parchalandi. Hop, reaksiyasini yozamiz. Hop, 316 gramidan hop hosil bo'ladigan gazni hajmi 1 mol 22,4 litrga to'g'ri keladi. Biz 632 gram kaliy permanganat parchalandi deyilgan. 44,8 litr. Hop, 44,8 litr reaksiya unumimiz 100% bo'lganda parchalandi. 25% unum bo'lganda qancha? 11,2 litr. Demak, to'g'ri variantimiz B varianti. Keyingi savol. 490 gram vertolit suvining 4 dan 1 qismi parchalanganda qancha gaz hosil bo'ladi? Demak, parchalanayotgan vertolit tuzi 490 gram, unum 25%, ya'ni 1/4. 1/4 ni ko'paytirsak ulushni 100% ga bizda reaksiya unumini foizi kelib chiqadi. Ya'ni 1 dan 4 ga bo'ladigan bo'lsak 0,25, 100 ga ko'paytirsak 25% unum deyilgani. Vertolit tuzi kaliy xlor O3 parchalaymiz kaliy xlorid hamda kislorodga 2 2 3 245 gramidan hosil bo'layotgan gazni miqdori 3 mol, ya'ni 67,2 litr. 67,2 litr. Bizda 490 gram berilgan. 2 barobar ko'p, 67,2 ni ko'paytiramiz 2 ga. 134,4. Endi bu 100% unum deydi. 134,4 reaksiya unumi 100% bo'lganda. Bizda reaksiya unumi 25%. %33,6. Demek to'g'ri variant. %33,6 S variant. 19-savol. 980 gram vertolit tuzi parchalanganda 67,2 litr normal sharoitdagi gaz ajraldi. Demak, reaksiya unumini foizlarda hisoblang. 980 gramdan 67,2 litr gaz ajraldi. Vertolit tuzi kaliy xlor O3 parchalaydigan bo'lsak, kaliy xlorid hamda kislorod. Reaksiyani tenglashtiramiz. Demak, 2 2 3. Xo'p, 245 gramidan hosil bo'ladi 67,2 litr. Bizda 980 gram. Qancha? Demak, 980 ni ko'paytiramiz 67,2 ga va bo'lamiz 245 ga. 268,8. Xo'p, 268,8 litr gazimiz reaksiya unumi 100% bo'lganda hosil bo'ldi. Bizda 67,2 litr hosil bo'ldi demoqda. Demak, unum qancha? 67,2 ni ko'paytiramiz 100 ga, bo'lamiz 268,8 ga. Reaksiya unumimiz 25%. Demak, to'g'ri javobimiz A variant. 42 gram magniy karbonat parchalanganda 2,24 litr normal sharoitda gaz ajraladi. Reaksiya unumini foizda aniqlang. Magniy karbonat parchalanadigan bo'lsa, magniy oksidi hamda karbonat angidrid gaziga parchalanadi. Reaksiyamiz teng.
84 grammidan hosil bo'ladigan demak gazni hajmi 22,4 litrga teng. Bizda 42 gram parchalangan 11,2 litr hosil bo'ladi. 11,2 litr gazimiz reaksiya unumimiz agarda 100% bo'lganda hosil bo'lishi kerak edi. 2,24 litr bizda hosil bo'lgan. Bu unum qancha? Demak 2,24 ni ko'paytiramizda 100 ga va hosil bo'lgan natijani bo'lamiz 11,2 ga va reaksiya unumimiz 20% ni tashkil qilar ekan. Demak, A variantimiz to'g'ri. Keyingi savol, kalsiy karbonat 80% unum bilan parchalanganda 44,8 litr gaz ajralgan bo'lsa, reaksiya uchun olingan kalsiy karbonat massasini hisoblang. Kalsiy karbonat kalsiy oksidi hamda karbonat angidrid gaziga parchalanadi. 100 grammidan bizda olinadigan gaz hajmi 22,4 litr karbonat angidrid. Bizda 44,8 litr gaz ajralgan. 44,8 litr gazimiz reaksiya unumi 80% bo'lganda ajralgan. Reaksiya unumi 100% bo'lganda qancha ajralar edi? Demak, 44,8 ni ko'paytiramiz 100 ga va bo'lamiz natijani 80 ga. 56 litr. Demak, 56 litr karbonat angidrid hosil bo'lish uchun qancha kalsiy karbonat parchalanishi kerak? Demak, 56 ni ko'paytiramiz 100 ga va bo'lamiz natijani 22,4 ga. 250 gram. Demak, to'g'ri variant D variant. 6-savol 60 gram piritdan 0,2 mol sulfat kislota olingan bo'lsa, reaksiya unumini foizda hisoblang. Xo'p, demak, qisqa reaksiyasini yozib o'rgangandik, ya'ni temir S2 dan birdaniga olamiz 2 mol sulfat kislota. Demak, piritning massasi 120 gram, 120 grammidan 2 mol sulfat kislota olish mumkin. Bizda 60 gram berilgan, yarmi qancha olishimiz mumkin? 0, demak, yarmi 120 dan 62 barobar kichkina, 2 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 1 mol. Demak, mana shu hosil bo'layotgan 1 mol sulfat kislota reaksiya unumi 100% bo'lganda hosil bo'ldi. Bizda 0,2 mol hosil bo'lgan. Reaksiya unumi qancha? Demak, 20%. B variant to'g'ri. Keyingi holatda 4 mol bertoliy tuzi parchalanganda, demak, qancha gram gaz ajraladi? Unum 25%. Bertoliy tuzi kaliy xlor O3 parchalansa, kaliy xlor hamda kislorod 3 2 reaksiya tenglashdi. 2 molidan gazning miqdori bizda massasi so'ralibdi. Demak, 32 ni ko'paytiramiz 3 ga. 96 gram kislorod ajraladi. Chunki gaz bu yerda kislorod. Bizda 4 mol berilgan, 4 molidan qancha? 2 barobar katta 192 gram. Mana shu 192 gramimiz reaksiya unumi 100% bo'lganda ajraldi. Bizda reaksiya unumi 25% deyilgan. Qancha gram? Demak, 192 ni bo'lamiz 4 ga. 48. Demak, B variant to'g'ri. 15-savol 79 gram kaliy permanganat qancha qismi parchalanganda 4,48 litr gaz ajraladi. Xo'p, kaliy permanganat parchalanish reaksiyasini yozamiz. Xo'p, reaksiyani tenglashtirishimiz uchun kaliy permanganat koeffitsiyentiga 2 qo'yamiz. Kaliy permanganatning massasi 316 gram. Mana shu 316 grammidan hosil bo'ladigan gaz hajmi 22,4 litr, ya'ni 1 mol kislorod hosil bo'ladi. 22,4 litr. Xo'p, 79 dan qancha hosil bo'ladi? Buning uchun demak 79 ni ko'paytiramiz 22,4 ga va natijani bo'lamiz 316 ga. 5,6 litr.
5,6 litr hosil bo'lishi kerak edi, lekin bizda 4,48 hosil bo'lgan. 5,6 ni 100%, ya'ni qolgan 4,8 ni 4,48 ni qancha deb topamiz? Sakson foiz. Xo'p, demak bizda qancha qismida ekanligi so'ralgan. 5,6 ni umumiy bir qism deb oladigan bo'lsak, 4,48 ni qancha deb olamiz? Demak, 4,48 taqsim 5,6. Bizda 0,8 chiqish kerak bo'lgan. Javobni olishimiz kerak. 0,8 demak 4 taqsim 5 ga to'g'ri keladi. Demak, D variantimiz to'g'ri. 20-savol. 62 gramm mis 2 karbonat parchalanganda necha mol gaz ajraladi? Demak, 62 gramm mis 2 karbonat hamda reaksiya unumi 80%, ya'ni 0,8 urishga teng. Xo'p, mis 2 karbonat parchalansa, mis 2 oksidi hamda karbonat angidrid gaziga parchalanadi. 100 gramm mis karbonatni massasini hisoblaydigan bo'lsak, 64 gramm mis, 12 gramm uglerod hamda 48 gramm kislorod jami 124 gramm. 124 grammi parchalanganda 1 mol karbonat angidrid gazi hosil bo'lishi kerak. Demak, 1 mol. Endi 62 grammidan qancha hosil bo'ladi? 0,5 mol. Mana shu 0,5 molimiz umumiy 100%. Bizda reaksiya unumi 80% deyilgan. Demak, 0,5 ni 80 ga ko'paytirib bo'lamiz 100 ga. 0,4 mol. Demak, to'g'ri variant D variant. 24-savol. Kalsiy karbonatning demak 4 taqsim 5 qismi parchalanganda 44,8 litr gaz ajraldi. 4 taqsim 5 qismida 44,8 litr gaz ajraldi. Reaksiya uchun olingan kalsiy karbonat massasini grammda aniqlang. Xo'p, kalsiy karbonat parchalansa, kalsiy oksidi hamda karbonat angidrid gaziga ajraladi. 100 grammidan demak hosil bo'ladigan gaz miqdori, ya'ni hajmi 22,4 litr. Endi bizda 4 taqsim 5 qismi degani, demak 4 taqsim 5 ni ko'paytiradigan bo'lsak 100 ga foiz kelib chiqadi, ya'ni reaksiya unumi 80%. Endi 44,8 litr 80% unumda hosil bo'lgan bo'lsa, 100% unum uchun qancha? Demak, 44,8 ni ko'paytiramiz 100 ga, so'ngra bo'lamiz 80 ga. 56. Demak, 56 litr gaz chiqishi uchun qancha kalsiy karbonat parchalanishi kerak? 56 ni ko'paytiramiz 100 ga, bo'lamiz 44,8 ga. 125 gramm. Demak, variant to'g'ri. Xo'p, keyingi savol. 98 gramm bertoliy tuzining demak yarmi parchalanganda qancha gramm qattiq qoldiq qoladi? Xo'p, bertoliy tuzi 25 kaliy xlor O3 parchalansa, kaliy xlorid hamda kislorodga parchalanadi. Reaksiyani tenglashtiramiz. 245 grammidan demak hosil bo'ladigan qattiq qoldiq kaliy xlorid. Kaliy xloridning massasi demak 71 gramm. Xlor qo'shilgan 78 gramm kaliy, ya'ni jami 149 gramm. Endi bizda 98 gramm deyilgan. Bu umumiy 100%. Yarmi 50% bo'ladi. Mana shu 50% parchalangan. Ya'ni 49 gramm.
149 ni ko'paytiramiz 49 ga, natijani bo'lamiz 245 ga. 29,8 gram. Va bizda sarflanmay qolgan, parchalanmagan 49 gram bertoli tuzi bor. 29,8 ga qo'shamiz 49 ni jami 78,8 gram qattiq qoldiq qoladi. 29,8 qo'shilgan 49 78,8. Demak, to'g'ri javobimiz B varianti. Reaksionoma yangi tip birinchi savol. Magniy karbonatning necha foizi parchalanganda hosil bo'lgan aralashmadagi qattiq moddalar massalari tenglashadi? Xo'p, magniy karbonat parchalanadigan bo'lsa, magniy oksidi hamda karbonat angidrid gaziga parchalanadi. Bu yerda qattiq qoldig'imiz magniy karbonat parchalanmay qolgani hamda hosil bo'lgan magniy oksid. 84 gram magniy karbonat parchalansa 40 gram magniy oksid hosil bo'ladi. Endi bizda reaksiya unumimizni keling noma'lum x foiz deydigan bo'lsak. Ya'ni x foiz bo'lganda biz foizlarini umumiy 100% dan ayiradigan bo'lsak, x foizni bizda parchalanmay qolgan moddani demak foiz kelib chiqadi. Buni ko'paytirishimiz kerak. 84 gram magniy karbonatning massasiga bu massa tenglashishi kerak edi. Hosil bo'lgan 40 gram magniy oksidini demak foiziga ko'paytmasiga, ya'ni ko'paytirilgan x. 84 ni 100 ga ko'paytirsak 8400 ayrilgan 84 ni x ga ko'paytirsak 84x teng bo'ladi 40x ga. 8400 teng bo'lar ekan 40x qo'shilgan 84x ga. 124x teng bo'lar ekan 8400 ga. X qiymatimiz 67,74 ga teng. Demak, B variantimiz to'g'ri. 2-birinchi savol. 2 molar nisbati olingan karbonat angidrid va vodorod aralashmasi 850 gradusga qizdirilganda is gazi va suv
Shu birinchi savol 2 milliard nisbatda is gazi va suv bug'lari aralashmasi 850 gradusda qizdirilganda karbonat angidrid va vodorod hosil bo'ldi. Sistema normal sharoitga keltirilganda 24.66 ga teng bo'lsa, gazlar aralashmasi hosil bo'ldi. Reaksiya unumini toping. Xuddi boyagi savolga o'xshaydi, faqat teskari varianti. Is gazi va suvdan karbonat angidrid va vodorod hosil qilishimiz kerak. Boshlang'ich reaksiya muvozanat. Bizda demak 1 moldan olamiz. Dastavval bularni boya aytganimizdek 1 molga 1 mol nisbati sarflansa 1 hosil bo'ladi. Reaksiya vaqti is gazdan x sarflansa, suvdan x sarflanadi, karbonat angidrid x hosil bo'ladi, vodorod x hosil bo'ladi. Normal sharoitga keltirilgan suv bug'lari suyuq holatda, o'shaning uchun mana bu yerga suvni olmaymiz. Is gazni ortib qolgan 1 minus x, karbonat angidrid x, vodorod x moldan. Har birini massasiga o'tib olamiz. Demak, is gazi uchun massa topishimiz uchun 1 minus x ni ko'paytirishimiz kerak 28 ga. 28 minus 28 x gram kelib chiqadi. Karbonat angidrid uchun massa topish uchun demak x ni 44 ga ko'paytiramiz. Natijada 44 x kelib chiqadi. Massa vodorod uchun topish uchun x ni 2 ga ko'paytiramiz. 2x. Demak, jami massa qanchani beradi? 28 plus 18x. Bu jami gazlarning massasi. Endi miqdorlari. Is gazining miqdori n minus x. Karbonat angidridning miqdori x. Vodorodning miqdori x. Bularni yig'indisi 1 plus x. Jami mol. Endi jami massani jami molga bo'lsak 28 plus 18x ni jami mollar 1 plus x ga bo'lsak 24.66 kelib chiqish kerak, tenglama chiqaramiz. Demak 28 plus 18x teng bo'ladi 24.66 plus 24.66x. 24.66x dan 18x ni ayirsak 6.66x teng bo'ladi 28 dan 24.33 ni ayiramiz. 66 ni 3.33 x'imiz kelib chiqadi 0.5. Demak 1 mol is gazining hamma sarflansa reaksiya 100% bo'lar edi. Is gazining demak 0.5 mol sarflangan. Reaksiya unumi qancha? 50% yoki formulaga qo'ysak bo'ladi. Uning formulasiga 0.5 ni 1 ga bo'lamiz va 100% ga ko'paytiramiz. 2 mol metallik karbonat parchalash natijasida ajralgan gaz va qattiq qoldiq massalari 225.6 gramga farq qilsa, metalni aniqlang. Xo'p, metallik karbonat parchalansa, metal oksidi hamda karbonat angidrid gaziga parchalanadi. 1 molidan, demak 1 molning massasi x plus 60 gram. Oksid massasi x plus 16. Karbonat angidrid massasi 44. 2 molniki 2 plus 120. 2x plus 32. Massasi 88 gram. Xo'p, reaksiya unumi 40%, ya'ni ulushda hisoblaydigan bo'lsak 0.4. Demak, umumiy 1 dan ayiradigan bo'lsak 0.4 ni parchalanganini 0.6 parchalanmagan. Parchalanmagan 2x plus 120 gramga ko'paytiradigan bo'lsak
qattiq qoldiq massasi bunga 2x plus 32 ko'paytirilgan 0,4 parchalanganidan ayiradigan bo'lsak 88 ko'paytirilgan 0,4 ni, ya'ni gazni farqimiz 225,6 hosil bo'lmoqda. Demak, 1,2x plus 120 ni ko'paytiramiz 0,16 ga. 72 qo'shilgan 0,8x qo'shilgan 32 ni ko'paytiramiz 0,4 ga. 12,8 ayrilgan 88 ni ko'paytiramiz 0,4 ga. 35,2 ga teng 225,6. 2x imiz teng 176 ga. X qiymatimiz teng 88 ga. Demak, bu stronsiy bo'lgan. 111 gram malahit qizdirilganda massasi 31 gramga kamaygan bo'lsa, reaksiya unumini foizda aniqlang. Malahit parchalansa, mis 2 oksid, karbonat angidrid hamda suvga parchalanadi. Xo'p, malahitning massasi 222 gram. 222 gram malahit parchalanganda 44 gram karbonat angidrid hamda 18 gram suvga, demak, massamiz kamayadi. Ya'ni karbonat angidrid hamda suv gaz holatida chiqib ketadi. Umumiy holatda kamayishimiz 62 gramga. 111 gram bo'lganda qanchaga kamayadi? 31 gramga. 31 gramga kamaygan payti reaksiya unumimiz 100%. Bizda ham 31 gramga kamaygan. Unumimiz 100%. Demak, D variant to'g'ri. 601-savolda 126 gram ammoniy dixromat parchalanganda 6,72 litr gaz ajralgan bo'lsa, qancha qattiq qoldiq qolgan? Ammoniy dixromatni parchalaymiz. 252 gramdan 22,4 litr gaz ajraladi. 150 gram oksid, ya'ni xromich oksidi hosil bo'ladi. 6,72 litr deyilgan, 45,6 litr xromich oksid hosil bo'lib, qattiq, suv suyuq, shuning uchun olmadik. Ammoniy xromati qanchasi parchalangan? 75,6. 126 gram ammoniy dixromat bor edi, 75,6 sarflangan bo'lsa, 50,4 ortib qolgan. 50,4 ortib qolgan ammoniy xromatga qo'shamiz 45,6 xrom oksidini, demak 96 gram umumiy qattiq qoldiqlar bor reaksiyadan keyin. Keyingisi 15,04 gram mis2 nitrat parchalansa, 12,88 gram qattiq qoldiq qolgan bo'lsa, mis2 nitratning parchalanish darajasini aniqlang. 15,04 dan 12,88 ayirsak 2,16 gram massa yo'qolgan. Nima hisobiga yo'qolgan? Gazlarning chiqib ketish hisobiga. Bu yerda marganiz 4 oksid, azot 4 oksidi va kislorod gaz. 216 gram chiqib ketayotgan vaqtda 376 gram mis2 nitrat parchalanadi. 2,16 da qancha qilsak 3,76. 3,76 ni 15,04 ga bo'lib 100% ga ko'paytirsak 25% parchalangan. Ajoyib, to'g'ri.